观众朋友们，大家好！观众朋友们，大家好，欢迎收看我最棒节目。Man Qaltis. Man Qaltis. Bu sahne öz arzularına intilgüçülerinin köngül sahnesi. Bu yoshlarning orzu safiridagi oltin ko'riki. Aql, farosat, yoshlarga xos jo'shqin ruh, izdinish va raqobatni o'ziga rishq qilgan. Yangi taratqularning taraqqiyot sur'atiga moslashgan. Xinjiang FL madaniyat tarqitish shirkati boshqargan. Shangang Bilansi doğruluk kırım buyumları çekiş şirkati tajdorligini o'z ustiga olgan Man Qaltis programmasi. Yarni lapasi bolmasa Hayalim usumu talağı çık demeyimi de Seni otqa salgan ya Üzümü tenküyemu Ay, kimizge nem bor mahkiyat etganda u yerda? Ay, bizni yorishimiz bu qoshiqlarni etib, ko'piklarni silkab chiqib baqmaymanmi, bobay? Oy, mandali qarasa odamning qiqiga o'xshab qolsa. Naqshayesam chiqmaysan Saqlu aroshixan Abay qaysar dedi-ku, mushu chechen nima uchun chiqib ketgan, mushu ko'p qirlin ko'tarolmay chiqib ketgan. Qirmon chiqib. Pek ta'sirlib ketdi aslında. Hoş, Gülşen Muhammed Tursun, bugungi san programmamizga qatnashgan mahirlarimizni sahnimizga taklif qilib olsak qanday deysiz? Oldu, qani, sahnimizga marhamat. Marhamat. Hoş, mahirlarimiz buna sahnimizda turibdi. Mehmonlarimiz, cho'lponlarimiz. Xush kelibsizlar. Kelibsizlar. Hoş, oldi bilan o'zinglarni qisqacha bir tunishtirib o'tgach, ekran oldidagi ko'rmanlarimizga salmonlarni bir yetkazib o'tamsizlar. Birinchi nomerlik mahirimizdan boshlaylik. Benki Habibullah Ha. biz yıl Heli yaşıp kirip kaldım. Fikra aldıdaki barlık görürmenlerge menden kutluk salam. Rahmat. Rahmat. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, men Guliston Abdurimdan hammalarga mehrlik salom. Qatalımız Gülistan. Gülistan hazır tunulayotgan aktyorlarımızın qatardan o'rin oldi. Onun başqa Okyan televiziyasının ko'z ko'ringan rejissyori. Aytib o'zim yozdi, idotlarga chiqdi. Voy, mana yaxshi. Texim cho'nqur tushiradi. Salom riyosatchilar, shundaqla ekran oldidagi barliq ko'rmanlar, men Savirdan Imomdan sizlarga salom. Mushu programma orqali har qaysinglar bilan ko'rishganimdan shundaqla mushu programma orqali har qaysinglar bilan bir sahnada turgandan intayin xo'shalman, xo'shallik hammanglarga yor bo'lsin. Rahmat. Salom ekran oldidagi barliq ko'rmanlar, shundoqla riyosatchilar. Men Shangang Bilansi doğruluk kırım buyumları şirkatining shirkat xonishi Güzel Nur Bulman. Hammanglarga mendan o'tib salomlar bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Mengülük güzellik bilensi bilen. Bilensi işenç bilen. Bilensi süpet bilen. Bilensi ünüm bilen. Bilensi siz bilen. Men bilen. Hemmimiz bilen. Bilensi. Ana qisqacha bir tunush oldi Gülşen Muhammed. Sonra Abeykam uzunluq yaqi xalqimizga izchil xo'shallik ato qilib kelyapti. Albatta boshqalarni xushal qilish pek oson emas, shundaqmi Qaysarka? Boshqalarni xushal qilish uchun chuqur o'z to'xtamay o'rganish kerak, tirishish kerak. O'zining xosligi bilan, o'zgachilik bilan bo'lib, shu taqtuqa san'ati orqali bizga kulki ato qilib kelyapti. Shundoq ekan. Rahmat, men şu taqtuqa orqali mayli qanday bir ishlar orqali bo'lsin, izchil tirishib ketib qolganimda. Qadaq qilsak endi biz xalq xo'shallik yetkazimiz deb ketib qolgan odamlarning birisi endi. Xalqimizga bir xo'shallik olib keladigan ishlar bo'lsa, tirishib xalqimizga texmi yaxshi xo'shallik kulkilarni ato qilishni chin ko'nglimdan umid qilaman ham o'ylayman. Ay, Abeyka siz qaltis degan so'zni qanday o'ylaysiz? Qaltis. O'zingizni qaltis deb o'ylamsiz? Men bizning uyda men dehshat qaltis. Bizning uyda 3 qiz yolg'iz o'qigan emasmi? Xudoga bir xil qaltis ko'rinma Alloh uchun bu. Qaltis degan shu men vahshiy bir xil qaltis degan gap qildim. To'g'ri ha. Xo'p. Men o'zimni ish qilib va qaltis deb ketmasam ish qilib, eli savol javobda qaltis bo'lib qolaman. Lekin Abeyka siz shu taqtuq so'zlaydiganlarning ichida eng qaltis deb o'ylayman. To'g'ri.
Benim bir tağam var, menden mi kaltı sen de onu demedik. Taqtuqqa shundoq qilib. Endi xalqimiz bilan ko'rishgandan keyin deymizmi, mushu san'at shaklini siz yetkazdingiz. To'g'ri. Eng muhimi ko'rarmanlarga mana mushunday bir san'at shaklining borlig'ini bildirdingiz-da aka. To'g'ri. Biz bir taqtuq anglamdik ya, Qaysar aka. Rost bu abayningchu asas xarakteri dal shu taqtuqqa. Masalan, uningdek boshqa shakllarimizni, naqshlarini anglayotimiz, yumorlarini, chaqchaqlarini, vakil xarakteri mushu taqtuqqa. Biz hozir taqtuq gaplarni tuzab so'zlab desimi so'zlab bo'lmaymiz. Lekin mushu taqtuq so'zlamak degan bir alaydi ekan. Ba'zi bolalarning anglashimcha ismini unutqasimi, yiliq kimchu degan so'rin ketgan, yiliq kimchu, yiliq kim taqtuqchu yiliq degandikilar. Abaylar bir xil nam bo'lib qopti bu hozir. Bir marka bo'ldi-da Baykamga. Taqtuqqa deb. Mush taqtuq bilan bir shirkat qursangiz qanday bo'ladi? Bunu da aşını oylashdim ben. Yiliq bir ko'tak qanday bo'ldi zada shu? O yağışının şey ba. Endi bunu yaman tıldıranmay, üye gapırıp mı tıldıranmay, büye gapırıp mı tıldıranmay, yaman teşvik tıldagan. Endi bunu tıldırıp bulap, bunu üye nimede kitiş gerek meselesi olap kaldı. Şununla o ağinemki tılpı olsam mı şimba dedi, bu ağinemki tılpı olsam mı bana kösetti. Şununla bir maşin tavuzunu bisip basam, o restoran açıdığa ayal muzduzkanda ketikçi hep tıklap kaptı. Bunu köyge yılık edem duvalık verip, malın maşinin oğurluğunu ras. Sizlige yani apasan sakaytanmaydı deyip netçi dedim unumay üzü apa diye. Hem de kopap 5 yaş kırmıgen balını 2 gün sınıp ekir kıymentisi onu uçacağız avutla nimdap kalıdı. Ya onundan sen muziğini olsun suyap sitep tatısığı pelto ansığı alık etmememse. Dep taşavatımız toşmaydı eli karuğu taşap toştarap kullanmayı için pişip gidip mane sizge cınlapla ötküzle. Siz kılır olsa üzünüz ılgı olasız. Dep karsam koyuların tavuzluk koyup katıracağım nakşi et oturdu açıkıp geldi. Hey, bu toktuğuluk maşinip gelip üzeriniz suysa. Hatta kopap toyluk 100 gram altın sen onun suyunu savutluğunu nimdap kalıdı. Bunun üstüne doktorkanda 3 çay igilgen dep ilik diagnoz tutsa. Sözü kalemle kılmay turup unçuyla mimanını çakırı vakın bilesem mutsuzluk sağsır kanda netice kazınsa. Dep de saat boğuz kiteye dep Rimit Khan'a girsem Rimit Khan'ın başı uçken kapımı sağ. Bizde hadır kıran yok de. Digendike şunu olan erz kıtlı badım basam. Fıkan bir balı oğan dike öğü tutup kalsan olmam mümbaplar sadece İyilik gelsem maşinin tüt pay çakı yok. Ana ballarını erzip basam biz aşkanlarını baş kovmayım ya. Digen dike üzem güzel verdi kıldım. Bu dike sakılım herkes nakşi girdi anmayım ya. Koğun tavuzdak neslerini pişak ya belkiler pişpi işgal etildim ya. Ayalım usumu talağı çıkıp demeyimi de. 90 yaş girgen bir bala. Leglek küçertim deyip 6. kavette ihtiyatsızlıkta yıkılıp düştükken. Bunu köyge yıllık edem yavatkan tavuzun taşaplı jukuruk ma'lum qilsa öy baş kuruş kadımda çıkıp uyan yolga to'g'ri kep qal chaqmasak bo'lmaydi. Biz buni gençliğinde juyib birimiz degan, chiqib birimiz demigan. O'zingiz qopab asal qaynoq suvni aralashtirib jiqish jo'ylab, ham naq maydonni men buzumidimsiz unchilik pulingiz haq men beramda. Deb oxir bir og'inamga tilib bo'lsam, adash meni yo'salling mashinam bas seni yag'ashiring men akapamak kim akapir deb uyga kapadi deb. Uye, oxiri keldi ya. Oxirida ko'tak keldi uyga. Yo, rahmat, rahmat. Hozir o'zirilib angliqlikan mush jarayonda mushni mashq qilish uchun qancha kuch ketadi, qanchalik zehn ketadi, vaqt ketadi. Rahmat Juma beka. Isla. Texim yaxshi kulkilarni taqilshingizni umid qilamiz. Qalğaç markalı sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyorsun. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Qalğaç markalı sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyorsun. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Siz balkim burun sinab baqqan yoki sinab baqmoqchi bo'lgan. Bu bir yenidan boshlash fursati. Shundaqla o'zingizni kuchlantirish fursati. Köksen kompüter tor maktabi sizning muallimsiz kompüter o'rganish hamrohingiz. Ko'plagan kompüter sohasini qoplagan bo'lib, mayli siz yenidan boshlag'uchi bo'ling yoki munosabatli kasb bilan shug'ullanayotgan bo'ling. Köksen kompüter tor maktabi o'zingizni kuchlantirish, yangi bilimlarni o'rganishdagi eng yaxshi tanlashingiz. Gülistan. Gülistan bayağı özünü tunuşturgan vaqtda intayin ixcham tunuşturdu. Gülistan özü ovoz artistlik kasbida o'qigan shundaq u. Aktyorlik kasbida o'qigan. Undan keyin ovoz artistlik xizmati bilan shug'ullandi, aktyorlik xizmati bilan shug'ullandi. Undan boshqa hozir Okean televiziyasining intayin g'olliq asosliq aktorlarining, rejissyorlarining qatoridan o'rin elib, ajoyib kuch berib ishlayotdi. O'zi yana etot yozishga qatnashdi, o'rinlashga qatnashdi, texnik kirishtirish halqalarga qatnashdi, rejissyorlik halqalarga qatnashdi degandek. Sizdan boshqa odam bormi?
Başdan başlap ahırga kirishtirish, eng ahir qo'yilg'ichi bo'lgan orliqda Değişik çıkıca, değişik çıkıca. Değişik chiqsa qutlaysiz. Bek tirishchan bu hamdi. Güliston o'zi. Qancha vaqt Rahmat. bo'ldi Okean televiziyasi ishlayotganlik? Rahmat. Güliston? Ben şu 2018 yılda okuş bitirgendik ki, bayatın siz degендek özüm aktörlük kasbini bittirdim. Onun keyin şu özüm avaz veriş kasbini pek yaxshi ko'rdim. O'qiyotgan vaqtimdan tortib. Endi Qarmay televiziya stansiyaniki tarjim bo'limida 5 yil ovoz artist bo'lib ishladim. U yerdan hamda o'zimning kasbimni, aktyorlik kasbimni taraqqiy qildirolmaydi ekanman, joriy qildirolmaydi ekanman deb 2015-yildan boshlab Okean madaniyat tarqatish cheklik shirkatida shu yerga xizmatga tushdim. Men kirgan vaqtda Choyxon paranglar programmasini ekranda qo'yish oldida tayyorlik xizmatlarini qilib turibdi ekan. Men kirgandan keyin shu Choyxon paranglar programmasiniki film ishliguvchisi bo'lsiz, rejissyorligini qilsiz dedi. Men qo'rqdim hamda. Chunki men bir aktyorda hamda aktyorlikdan ovoz artistlik kasbini qildim. Undan tuyuqsiz ham bu rejissyorlik degan bu hamda odatdagi ish emas hamda bu ish kasbini qilayotgan sohadagilar bildi. Voy men qilolmayman buni qat'iy mumkin emas. Ma sohani men ras qilolmayman. Cho'qim o'rganib ketisiz dedi shuni bilan hamda shu yerdagi ustozlarimninki, xizmatdoshlarimninki yetaklishida shularninki darqamda turib men bilan kamchiliklarimni ko'rsatib, ortiqchiliklarimga madad berib, shunday qilib barbara hamda mush rejissyorlik kasbda har holda tirishib ketyapman. Uningdan sirt yana o'zimning kasb aktyorlik bo'lgandan keyin Savirdan ustozning yetaklishida bir necha Tursun qiz obrazini yaratib, etotlarni o'ynadim. Shu jarayonda hamda ko'rurmanlarning yaxshi bahosiga erishib, kasbdoshlarningki e'tirof qilishiga erishib, har holda shunday tirishib ketyapman hamda. Rost qaltis, haqiqatan shu bizning programmamizning ismiga o'xshashlar men qaltis, Güliston qaltis. Onun boshqa hamda Gülistonning men alay ta'sir qilgan bir yeri tirishchanligidan boshqa, masalan hozir hamda har xil obrazlarni yaratyotdi, bo'lib mo'maylarning, onalarning obrazini shunchalik yaxshi yaratyotdi. Hamda masalan yosh qizlar nisbatan hamda cho'nglarning obrazini yarat desa, uyaymandir cho'nglarning obraziga chiqamdi men deydiganlar bo'lishi mumkin. Lekin Güliston hamda mushu masalaga nisbatan qanday qaraydigan anglab boqay. Nimishqa hamda bo'ludi deb o'zingiz rol ilishni o'ylab qoldingiz? Men o'ylayman hamda shaxsan mening ko'z qarashim bir aktyorga nisbatan sahnaga cho'qim chiroyli chiqish muhim emas. Ko'rgan odam ma rol elib bitibdi emas, ma ayol deb xuddi turmushda bir chaqirtgandek darajada chilliq tuyg'usini bera olsam, ash mening g'albam deb o'ylayman hamda. Rolning ehtiyoji bo'yicha. Ehtiyoji bo'yicha. Cho'qim ham o'zimning kasbini shunchalik darajada sevman. Yaxshi. Yaxshi. Qaltis aktyor. Kasb axloqiga hammamiz hurmat qildigan, hammamiz o'rganishimizga tegishli bo'lgan bir yaxshi aktyor. Qaltis. Qaltis. Savirdan imom. Qanday qaraysiz Qaysar aka? Savirdan imom udun qarsam chash yo'q. Chash yo'q. Asl chash batli bu balada. Savirdan imom bizning ko'p qirliq artistimiz. Ras haqiqatan bu ko'p qirliq artist, ko'p qirliq san'atkor deganga naq tushdi Savirdan. Shu nomga eng loyiq. O'zining bir yig'iz gapi bor, ma'lum bir so'rni birisini o'xshatgan. Birga mayir hech nimaga qodir emas degan birga. Ikkimiz bilishimiz bu gap. Lekin Savirdan ko'p qirliq artistimiz. Mayli etot bo'lsin, mayli riyosatchilik bo'lsin, mayli naqshi bo'lsin, asosli kasbiy ovoz berish. Shinjong radio kino televiziya tarjima markazining ovoz artisti. Uningdan sirt, ya'ni sirtlar yana nurg'un madaniy faoliyatlarga, ko'ngil etish faoliyatlariga deymiz. Har qanday faoliyatlarga aktiv turlar qatnashib o'zining rolini to'liq joriy qildirib kelyapti. Ko'p qirliq san'atkorlarimizdan birisi. Rosa, pek turishchan jumo. To'xi, tutta chalalaydi. Qanday gitar chalalaydi. Tambur chalalaydi. Tambur chog'ini ko'rib baqma. Ay chalalaydi. Tamburni ishchimiz chalaman. Sazlağım üçün şunçilik mayir. Əmdi Savirdan mən bilən savaqdaş biz birgə oxuğan məktəbdəki işbadısım alaydı yaxşı nəticəsimi bək göz görünərlik bolğanlıq üçün keyin sizlər talışıb durub işlətdinlər əməsmi Qaysarqa ilvağan. Onun deyin baya digən biz digənmiş bir qatlar kəsblərinin həmmisi də şundaq yaxşı nəticə qazanıbdı da həqiqətən əmdi qaltis deyişki layiq. Rəhmət. Müştə maqta vəsəkəm. Bagam sizlər bək qoldunlar əmdi. Abay Qaysar dedik mi? Şu çeçen neymiş için çıkıyor. Köp kırılın kötürenmeyi çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. Azıcık 2 yıl qırqaptı. 2 yıl qırqaptı. Kırıklı qırq qaldı yani. Çıkasa toluqlı köp kırılıqı kütümüz. Ay Savirdan onda bolsa qandaq sığmışdaq qaldı sop qaldım deb oylaysınız. Sop qopsunuz demişdaq
qaltis bo'lib qoldingizmi? Men o'zimni hozirgacha shu bugungi sahna taki hozirgi minutgacha o'zimni qaltis deb hisoblab boqmadim. Endi ko'p qirliq bo'lish bizni o'zimizniki iqtidor endi. U 30% talant endi. Endi o'shin tirishchanligimiz bilan hozirgi holatga keldik. Texi ichilmagan qirlar bor-ku. Vau. Endi xalqimiz endi bizningki o'ynagan etodlarimizni, naqshlarimizni, musiqalarimizni, shundaqlar riyosatchiliklarimizni ko'rib faqat yoqtirganligi uchunlar endi hozirgi sahnalar bizga nisb bo'ldi deb o'ylayman endi. Lekin buninglik bilan men o'zimni hargiz qaltis deb hisoblamayman. Bugundigan nurg'un nasl jiqkanchu. Ya'ni texin nurg'un jarayonlarda biz xalqimizga xizmat qilmay turib o'zimizni qaltis deb olsak bo'lmaydi deyman. Lekin hozirgi nisbatan tirishib, hozirgi kelgangi vaqtga nisbatan endi qaltis desam To'g'ri, cho'qim qaltis. Qaltis sizlarning nazaringlarda qaltis hisoblanmagan bo'lsak, mana sahnaga To'g'ri. Fursat bo'lmaydi. Bugungi kunlarda endi sizlar shundaqla xalqimiz bizni yoqtirganligi uchun mushu bola bir qaltis bola deb ozroq bir baho berganligi uchun endi mana bugungidek sahnada parlab turibdimiz. Mushu munosabat bilan menmi o'zimni hargiz qaltis deb hisoblamayman. Yana birisiga qaltis bo'lish uchun tirishiman. Programmamizning shuari men qaltis. Men qaltis deganda bu qandaqdir har bir odam o'zini eng qaltis hisoblab mag'rurlanish emas. Bu faqat shu yoshlarimizga, shu qaltis bo'layotgan kishilarimizga bir rag'bat qalas. To'g'ri, ha. Bu mag'rurlik emas. Shunga har qanday odam qaltislikning chekiga yetib bo'lmasligi mumkin. Chunki uningda mu qaltis nurg'un odamlar chiqadi. Biz faqat shu programmani loyihalash jarayonida har bir yoshlarimizningki o'zining qaltis ekanligini hargiz unutib qolmaslik kerak. O o'zi men qaltis deb mag'rurlanish emas, ya'ni shu qaltisligini joriy qildirish jarayonida nurg'un narsani o'rganish xolos. Texmi qaltis bo'lish. To'g'ri. Texmi qaltislikni yuksalish. Savrni boya degandek, savrda bor bo'lgan shu esil xislat, odimiylik, kamtarlik, kichik fe'llik. Mushlar bo'lganlik uchun qaltis bo'ldi. Davasak, maqtavasak, bu program tutishamiz. Chunki sizlardan suyunimiz emasmi? Albatta sizlarning natijalardan huzurlanishmi biz uchun bir baxt hisoblanadi ekan. Rahmat suyumlik cho'lponlarimiz, endi mana mushlar qaltis cho'lponlar bilan bir sahna turayotgan bizning 4-numurliq aziz mehmonimiz Shangang Bilansi Doğruluk Qrim buyumlar çekilish şirketidan kelgan bizning ijroiya lideri qandaq bo'lyapti hozir? Men bugun shu sahnaga chiqdim endi. Men shu suyimlik cho'lponlarimizdek endi bundaq endi meningki tilga og'idek qo'lga keltirgan natijalarim bo'lmasimi? Lekin shu bilansi maslahatga yo'liqqandan, shirkat yo'liqqandan yoqi o'zimni eng qaltis deb hisoblab to'xtamay tirishib ketib borman. Endi meningmi bugun bu yerga chiqishimdagi maqsadim men shu 2-oyning 17-kuni shu bilansi shirkati egashgan. Hozir qisqagina 3-4 oy bo'lib qoldi. Müşteriyanda shu shirkat xonishdadir bo'ldim. Bundan o'zim shunday faxrlanaman. Bundan keyin texnik yaxshi tirishib, nurg'ulg'an natijani qo'lga keltirishga texnik tirishiman. Rahmat sizlarga. Yaxshi yaraysiz. Siz o'zingizning kasbingizda asuli bo'lsin natija yaratasiz. Shunlashqa sizmi qaltis deyishga haqli bo'lasiz. Endi masalan hozirgacha nimalarga erishdingiz? 2-oyning 17-kuni ijroiya lider bo'ldingiz, shundaqmi? Xonish lider bo'ldingiz. Müşteriyanda sizning erishganlaringiz nim bo'ldi? Mening erishganlarim bo'lsa, endi yetakchimiz o'zimizni tarbiyalaydigan Nurbiyalidir, Raylallidir degandek mehr-muhabbat ato qilgan oilaga erishdim. Mening eng xushal bo'lganim men bugungidek o'sha qaltis bo'la olishimdiki, hammasi ishlarning tugtisi. Bundan keyin texnik yaxshi tirishiman. Unda biz odatda siz hozir vaqtingizni nima ishlarga bakrak qaratyapsiz? Endi bu bir savdo qilish, maxsus pul tepishni maqsad qilmaymiz. Chunki pul tepishni maqsad qilsak, bizningki erishadiganimiz undaq yaxshi bo'lib ketmasligi mumkin. Biz boshqalarga mehr-muhabbat beradigan vaqtda bizdek endi oila ayollar bor, turmush yaxshi bo'lmagan ayollar bor, nima ish qilishni, hatto o'qimagan, xizmat qilaydiz qilmayotgan ayollar bor. Mana ayollarni biz barliq kuchimiz bilan mishda savdo setiq yo'llariga boshlab mehrimizni beradigan vaqtida, anandan keyin o'zimiz pul topgandan bekrak obro'y bugünkidek men qaltis degan program chiqalaymiz deb o'yladim. Yana erishganlarim shu. Pek to'g'ri aytdingiz. Albatta Shangang Bilansi Doğruluk Qrim buyumlar çekilish şirketininki mahsulotlari intayin sifatli ishonchlik. Endi biz buni bek deb o'tmasakmi bizning ishlatayotgan xayriyalarimiz bo'libmi sizlar buning eng yaxshi dalili isboti. Endi bu bir markaning, bir liderning, shundaqla mush kollektivning sizlarga bergini o'zingizlarga bo'lgan ishonch, shundaqla bir tulib toshgan qizg'inlik, eng muhimi mehr-muhabbatga erishdinglar. Erishgandan boshqalarga beg'ishlayapsizlar. Biz boshqalarga yordam berdik deb o'ylaymiz, amaliyotda o'zimizga yordam berganlik hisoblandi. Yaraysizlar, qaltis bilansizliklar. Rahmat. Mana
Biz bugünkü suyumluk çolpanlarımız bilen bu paranlaşıp öttük. Xili erkin bo'lib qaldinglar hozir ha. Savollarga javob berdigan ishlarning barligini unutib ketgan bo'lishinglar mumkin. Ashna ishlar bor, muhim ishlar bor. Endi savollarga javob bersizlar. Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 Bu san programmamizni Shangang Bilansi doğruluk gırım buyumlar çekiş şirketi alaydı qo'llagan. Xo'sh, mahirlarimiz, çolpanlarimiz, mehmonlarimiz hamda savol so'rash bosqichiga kirib ketdi. Bu bosqichimizda har biringlardan 2 dan savol so'rayman. Jami 8 savol bor. To'g'ri javob bersanglarmi, mushaknada turaversizlar. Xato javob bersanglarmi, mushaknada turaversizlar. Xo'sh, diqqat, birinchi nomerlik mahirimiz. Ada telefon ishlatasiz shundaqmi? Doim ishlatasiz. Daim siltime. Kechdim ishlatasiz. Kechdim siltime. Baş qarab qo'yib uxlab qolamsiz. İçip koyup kılayma. İçip koyup kılaysınız. Salomatlikka pek ziyo'liq. Müştaq turib qandaqmi sevmagansiz? Savol. Nokia qaysi davlatning markasi? A. Amerika. B. Yaponiya. C. Finlandiya. 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 Buning to'g'ri javobi Finlandiya. Barakatun. İkinci savol. Diqqat. Otlaq fermisi ibtidoiy o'rmonliq istirohat kanitlaridan tarkib topgan sayohat o'rni. Aqtash manzilgohi avtonom rayonimizning qayeriga joylashgan? A. Qumul. B. Turpan. C. Bo'rdala. A. Qumul. A. Qumul. Bayishtovga yashu. Muborakatli savolni to'g'ri javob berdingiz. Xo'sh, Guliston. Savol. Odatda biz osmon jismlari bilan munosabatli mazmunlarda nur yili degan so'zni uchirtamiz. Undaqda nur yili tovandikilardan qaysisini ko'rsatadi? A. Vaqt uzunligi. B. Arliqni. C. Eg'irliqni. B arliq. B. Arliq. Buning to'g'ri javobi Arliq. Barakatun. Yana bir savolingiz diqqat. Kaltak top musobaqasida qancha reper bo'ladi? Kaltak top. A2, B3, C4. C4. Buning to'g'ri javobi 4. Barakatun. Nima qolib qo'ysizlar? Savol Savirdin Imom. Voy, nima bo'ldi? Qo'qavatdi. Bir xil qo'qavatmisiz? B. Asaraq savol so'ra. Asanroq savol. Yiliqi boshqa yaxshiroq bir qirin chiqarayman. Diqqat, savol. 2016-yili Shinjongda o'tkazilgan qishliq tanarkat musobaqasi qanchinchi qitimli qishliq tanarkat musobaqasi? A11, B12, C13. 13. Buning to'g'ri javobi C13. Savol. Yemaklik konservasi ishlash qaysi davlatdan tarqalgan? A. Fransiya. B. Angliya. C. Germaniya. Fransiya deyman. Fransiya deyman. Buning to'g'ri javobi Fransiya. Barakatun. Tanishsiz keldi. Diqqat. Atkertka odatda het bayramlarda do'stlar aro nihoyatda ko'p avatiladigan sovg'at buyumi hisoblanadi. Eng dastlabki atkertka 1869-yili Avstraliyada borliqqa kelgan. Elimizda eng dastlabki atkertka 1897-yil tarqalgan. Shu chaqdagi tunji atkertkaga qaysi hayvonning suratining besilganligini bilamsiz? A. Ejderha. B. Mushuk iyiq. C. Sumruq. A. Ejderha. A. Ejderha. Buning to'g'ri javobi ejderha. Yana bir savolimiz, eng oxirgi savol, diqqat. Shahar ommaviy avtobusi, cho'ng tipdagi yuk avtomobili, trolleybus qatorliqlarning prava iltimos qilishdagi eng tuvan yosh cheklimasi bo'lsa, A. 18 yosh, B. 20 yosh, C. 21 yosh. 18 yaş. Buning to'g'ri javobi B. 20 yoshga. Chunki kichik tipdagi avtomobil, kichik tipdagi avtomatik xotli avtomobil qatorliqlarning hammasi 18 yoshga. Arabuslarniki 20-21 yosh atrofida. Iltimos qilsa bo'ladi ekan. Bir savolimizga javob bermay qoldingiz, lekin hammalarni aytib qoltishgansizlar. Muborak bo'lsin. Xo'sh, savol so'rash bosqichimiz oxirlashdi turibdi. Mayillarimiz nihoyatda qaltis. Sizmi o'zingizni qaltishganligini sinab yiqishingiz uchun mana shu sakna davomli sizni qarshilab turdi. Xo'sh, endi o'zlaringlarda Savirdin Imomning o'rlashidagi bir naqshini sunmoqchi bo'lyapmiz. Savirdin Imom qaysi naqshini o'rlab bermoqchidir? Ekranimiz Savirdin Imomga to'g'rilansin. Naqsh aytamizmi?
Naqsha. Savollarga javob bergandan keyin mukofotni kelsak bo'lmaydi. Unda qasayish yo'q. Unda qasayish yo'q hozir. Bo'ldi. Unda bo'lsa shu men qaltis programmaga qatnashgan barliq bizning kasbdoshlar, ham shundaqla shu ekran oldidagi barliq ko'rganlarimizning huzuriga men shu yaqinda tehi MTV'sini ishlab tarqatgan. Hammamizga tanishlar. Ashiqan degan bir naqshimiz bor-ku. Shu naqshimizniki MTV'sida rolni bizim shu Guliston Abdurim Naidi yaxshi muvaffaqiyat yaratgan nurg'un do'stlarimiz buni pek yaxshi ko'rib ham yoqtirdi endi. Albatta shu naqshini men bilmasam bir iltifot. Rahmat. Xo'sh, unda qolsa ko'rganlar diqqatinglar sahnada Savirdin imomning o'rinlashidagi Ashiqani. Menga bormay desam qiynalib ketar bu jon. Menga bormay desam qiynalib ketar bu jon. Borg'inim bilan bekor chiqmadim tez oshiqam. Bu beshimga ming bola jinimga tez oshiqam. Borg'inim bilan bekor chiqmadim tez oshiqam. Bu beshimga ming bola jinimga tez oshiqam. Uçuyorsam çıkmaysan, çalmasam çıkmaysan, nakşayesam çıkmaysan, yasak bu aşikan, yakın bu avazın, kulak bal bu aşikan. Şirin uykuda yattı, müşküçülük bulalmay, gece tüget anlattı, yolu kara aşikan, şirin uykuda yattı. Uçuyasam çıkmaysan, çalmasam çıkmaysan, nakşayısam çıkmaysan, tutsak mı aşikan, yakın mı avazın, kulak bal mı aşikan. Nakşayesam çıkmaysan, tutsak mı aşikan, yakın mı avazın, kulak bal mı aşikan. Uçuyasam çıkmaysan, çalmasam çıkmaysan, nakşayesam çıkmaysan, tutsak mı aşikan, yakın mı avazın, kulak bal mı aşikan. Nim bo'ldi? Mag'du yo'q qo'ylangan. Men ishmidiq mana. Nima ekan bu? Mehmonboy. Bulama. Avval ichib baqila, endi bada o'zi so'zlaydi emasmi? Ha, qana. Rahmatjima. Ma'qul. Bir narsani unutib qolgandek-mi? Men unutib qoldingiz emasmi? Rahmatjima fikam. Her sorunun yarışqı, dilning huzuri, tanning quvvati, sohibxonning izzati, Mehmonboy Rayhon sharbati.
Ko'rayotganinglar Şinjan FL madaniyat tarqitish şirketi boshqargan. Şangang Bilansi doğruluk qırım buyumları çekiş şirketi tajdorligini o'z ustiga olgan. Men Qaltis programmasi. Xo'sh, mana mahirlarimiz hammamiz saklımizdan o'ttirdi turibdik. Endi o'yin o'ynash bosqichimizga kirib ketdik. Bugungi o'yin o'ynash bosqichimiz alayda bir xil. Ya'ni mahirlarimiz, mehmonlarimiz, cho'lponlarimiz diqqat. Men naqsh aytaman. Gulshan Mamatov, hamma ham shuning ichida hammamiz diqqat. Men azroq bir tushuncha berib qo'yay. Oldimizda mikrofon turibdi. Hozir mana shu sahnamizniki har qaysi yangiratqularda ma'lum bir naqsh chiqadi. Ma'lum bir naqshning birinchi misrasi yoki ikkinchi misrasi va yoki uchinchi, to'rtinchi yiz bo'lib bir kupleti aytilib qilishi mumkin. Ammo shuning keyinidagi to'xtagan aman shu naqshining oxirini biladiganlarimiz bo'lib qolsa, darhol shu mikrofonni oldiga berib keyingisini kim eng ko'p naqshini topa olsa, mukofot bo'ynimiz bakchiq. Rost. 3-2-1 mana. 3-2-1 mana ha. Tushundinglar bo'ldi ya, qo'limdan nimning borlig'ini ya. Undaqsa naqsha qo'yulsin. Oy menide bir gül bak, men uni anarxan, yüzleri anar go'ya, sınlı sular xemberxan. Nereye güzel dünya, ey dünya Kemberhan. Ay Kemberhan. Va Kemberhan deb boshqa. Kemberhan. Bir acab uzun. Xopta. Etan kendini etan bir cümle bir misra çıkar alsınız. Ben usulüye kül Yalaymen, saz çalsa çalsa turalmayman, üzem oturalmayman. Vay Kemberhan. İsim xatalikin. Ayşkiş naqşa. Bakar şahlazlar. Amani etan salab beşler. Bir. İştiri tip etan. Yar dermun. Ay yaxshi ha. Yarni. Yaxshi xo. Yaxshi. Buni yaxshi sanlab bo'ldi. Qismi qamaydi ekan, rolim qamaydi ekan, yaxshi yaraysizlar. Yana bir yangi biladigan naqshani qo'yib beringlar yaxshi. Bu kechida yurman tanho. Kalmadım ayda yüzünü. To'g'ri. Bu keçide yürümen tenha. Kapandım yüzünü. Kendi. Kendi bunu sana. Güzel yalnız. Haydan bay. Baktım bizde. Axırqı bir naqsh qoldi ya. Axırqı bir naqsh qana diqqat qiling ha. Chuqib yeta olaymiz ha. Ya tayyorliqqa endi qaytim. Ay Güliston. Yigitim şok. Gayda bar yok. Hey. O biçarem resmi. Baş yigit. Köygen balı şok amana ha. Beş şok ha. Ay rahmat. Ay dümüz muyluqi. Muşnaqşlarni kunida anglatimiz, lekin endi rosa et degan vaqtda teksisimiz kelmay qoldi ekan. Bundan keyin boshqa ishimiz bo'lmasa naqshlarni teksini jiqroq yotlab qo'ysak bo'ldi ekan. Hammalarning padanglar shunday yaxshi bo'lib, bulubmanda boyaman deb o'tganda Shavrdanning yolg'iz kishi naqsh kechirik bo'ldi. Shavrdan boshlab berdi, Guliston bilan Abaykam ishqisi. Akkord. Shunda chiroyli tushirpadinglar. O'zimiz uchimiz Tomoshabin shundaqlar usulchilar atrofidagi. Abayninki shu yigitim sho'x degan naqshi jugagini bakdi yaxshi. Yaxshi. Qaysi yigitim o'yini? Quloq bildik emasmi teksni? Ay rahmat. Teksni armayman.
Bundan keyin naqsh tekstlarini jiqroq yotlab turaylik. Endi Yodlayveramiz. bizning programmamiz qaytib kelgan vaqtimizda, yana qaytib kelgan vaqtimizda yangi naqshlarni berishimiz mumkin. Juma. To'g'ri Dilshon, bayatın dedik bularga mukofot buyum berimiz dedik. Albatta mukofotlarimiz bor. Ekranimizda 1dan 8gacha son bor. Endi ta'liqlansin aysizlar. Har bir sonning keyinda bir mukofot buyumi bor. Qaysi sonni tanlaysizlar, o'zingizning ta'liqiga bog'liq. Xo'sh, qani ekranimizda 1dan 8gacha. Sana. Abeyka qaysi sonni tanlaysiz? 8. 8. Voy Güliston, sizchi? Men ikkinchi tanlayman. 2 numar Güliston 2 numar. Savrdim. Mening tug'ilgan kunim 4-oyda 4-oyni tanlayman. 4. Sizchi? Güzelnur. Güzelnur. 3. Ya, Güzelnur 3'ünü tanladı. Unda qo'sa sonlarimiz o'rilib taqsin. Örilsin. 8 numarni tanlagan shundoq qo'y. 8 numarimiz, ya'ni Shangang bilansi dorilik girim buyumlar chekish shirkati ta'minlagan girim buyumlar ekan. Abay qilib yig'itim cho'q taz keladi shu ishlatsangiz. Naq tushirgan. Naq shudo. Güliston 2 numar tanlagan shundoq qo'y. Miras kiyim kechaklar ekan mana men kiyib olgan. Miras kiyim kechaklar. Savrdan imom 4 numarni tanlagan shundoq qo'y. Savrdan imomning mashinasi va men bilaman. Hammasi bir qatim qashlashni xohlaydigan Yaponiyadan import qilingan moligrin avtollari. Avtollar ekan. Siz necha numarni tanlagandingiz? 3'ünü tanlagandı ya. Güzelnur. Oy sizga yaxshi chiqdi. Shuylikan o'simlik javr ekan. Rahmat aminglarga. Mana shu naqsh etish bosqichimiz orqali kayfiyatimizni texnik yuqori ko'tarib berdinglar. Bayon naqsh etishni mashq qildik, tekstlarni bir aqir esimizga oldik, Qaysarka. Abeykamning cho'qim naqsh etqisi kelib qolgan bo'lishi mumkin. Etqisi kelmagan bo'lsa-mu biz talab qilgan cho'qim aytib berishni xohlaydi deb o'ylayman. Cho'qim yigitim cho'qni aytib berdik. Men Qaltis programmasida bizlar ko'rurmanlarimizga har bir sonlarga bir naqsh aytib berish fursati bo'lgandan intayin xursandman. Rahmat. Oltin tuproq degan naqshni aytib beray, gitar bilan. Ajab yaxshi. Bo'ladi, rahmat. Siz qoldi aka. Oltin tuproq yar ko'ngli urug' chatsam unamo. Oltin tuproq yar ko'ngli urug' chatsam unamo. Kundandiki hiç buldum halimni yar bilemo. Kundandiki hiç buldum halimni yar bilemo. Ey muhabbet, ey muhabbet, kundandiki hiç buldum halimni yar bilemo. Kundandiki hiç buldum halimni yar bilemo. Beni otqa salgan ya üzümü tenküyemo. Beni otqa salgan ya üzümü tenküyemo. Hasretimge derdimge perva kılmay yüremo. Hasretimge derdimge perva kılmay yüremo. Ey muhabbet, ey muhabbet, hasretimge derdimge perva kılmay yüremo. Hasretimge derdimge perva kılmay yüremo. Kırpan Yeren Ali Mehmantarı, 4 yıldızlık ölçem boyutu selingan köp iqtidarlı Soda Ali Mehmantarı. Yürüşleşken her xil ölçemdeki yataklar var. Katnaş kolay, azade, rahat. Sayahat, komandır kırk çıkışınızdaki en yaxşı tanışınız. İşe
e'tiborni olaydi. Har xil ta'mli taomlar sizning tez beqishingizni kutmoqda. Miran oliy mehmonxonasi, Miran Estamaqanisi. Aldırki qadirli körmələr, tordaşlar hazır körüvatqınılar. Şangan Bilensi Doğruluq Qırım Boyumları Çekiş Şirketi tajdarlıqıdaki mən Xaltız programısı. Əmdi biz şu 4 nəfər əziz mikmallarımızın tez sual sorayımız. Hər birinlardan sualını intayın tez soruşum gerek. Əlbəttə sizlərmu çoxum cavabını tez berələysizlər dəb işençim ba. Əbeyka şundaq var. Tırışımız. Tırışımızda. Əbeyka manınğa taqtuqu cavab bəsək olmaydı Yok, cümə. yok. Çataq yox bu? Yok, çatak yok. Hata cevap versem mi? Taktıklı cevap vermeyeyim. Adada suallar cavab versin yaxşı görəmsiz. Yaxşı görme. Teyzişə bu mu? Yaxşı, sınaşıp koyalım dedim. Bu seriyanın bir Adəsən nərsəni üzünü sonra ağıl ügün buldu. ağıl buldu. Bilimimiz texmicik qıydı. Onda bolsa 3 sual var. Başlap getdim. 3, 2, 1, başladı. Ah bulut suyu qaletki su mu yoki gaz aletki su mu tez yap berin. Suyu qaletki Cavab su. olsa urbalı. Oy yaxshi un taomlari madaniyati g'arbiy yurtdan tarqalganmi yoki Xonqa daryo vodisidanmi? Xonqa daryo. To'g'ri javob olsa urbalı. Dunyoning o'ksidagi yiziq deb atalgani Mo'ng'ul yiziqimi yoki Zangzu yiziqimi? Tez yap berin. Zanzu yiydik. Bilmeyim ne kadar doğru. Başta sorma ben bu sen. İso'z qayslar qoldi masalan? Baştaki alık nimeni için. Ben hazır eşimde kalmadı. Nima su bir narsa ish qilib, su yo'q bir narsa dedingiz demamsiz. Guliston qandaroq hozir qil yaxshi, ya? Jiddiylashyapman. Bizmi? Jiddiylashgandek bilinadi lekin nimadan? Manda jiddiy savol Nima jiddiy savol? Qo'rqdimmi, qo'rqdim. Ay, Guliston masalan, sizlar shu Savrdan bilan birlikda hamkorlashib ishlayotganinglarga, shundaqla xalqimizga esil nomerlarni sovg'ayotganinglarga xil bo'lib qoldi, ya. Hamkorliginglar endi qaysi bosqich berib qoldi hozir? Mesela MTV'lerde bulamdı yoki bir naqshi o'rinlagan vaqtlarda bulamdı. Bir ko'z ishorati bilan nim demoqchi bo'lganliklarini, qanday bir narsani ifodalamoqchi bo'lganliklarini bilib yetalamsizlar. Shu darajaga berib qoldinglar, to'g'rimi? Ha. Qancha hamkorliginglar? 2015-yillik Yangi yillik san'at kechiligida Tursun qiz obrazini yaratish uchun etot o'yiniga vaqtimda Savrdan bilan birga o'ynadik. Ondan keyin yanmış Tursun qizning necha qismlarini birga o'ynadik. Bu yoqda Toshpo'lat bo'lib chiqdi. Men Tursun qiz bo'lib chiqdim, shunday qilib MTV'lardan Ashixon bo'lib ketdim. Ashixon. Chiqib shu Savrdan meni nim bo'ldi shu bo'ladim. Kim bo'ldi? Ismini nima qo'yib qo'ysiz shu? Savrdan-chu Gulistonning shu o'zining MTV'larda, shundaqla etotlarda rol elisanting qanday qaraydi ekan Savrdan? Gulistondagi birdan-bir ortiqchilik, abay deganda o'z degandek faqat rol tanlamaydi. To'g'ri, ha. Ashixon bo'lsak, Ashixon Tursun qizsak, Tursun qiz bo'ladi. Ish qilib, men oningda chiqsam bunda bo'lib qolamanmi demaydi-chu. Yana birisiga shu rolni bizning o'ylig'imizga yetkazib, hatto undan oshirib o'rinlaydi. Ondan keyin kasbini astoydil qaraydi-chu. Degan vaqtiga, ondan keyin kiyim-kechaklik biz manda kiyim-kesangiz bo'ldi desak, shuningga moslashtirib, bozorlarni tep, shunchalik astoydil. Ash nozik halqalarga e'tiborsiz qaramaydi-chu. To'g'ri. Ash taraflari nayt meni baqaylik qiladi. Bundan keyin yana Ashixon bo'lamdi ya, Tursunxon bo'lamdi ya, yana bir nima xon bo'lamdi, bir MTV yoki etot ishlab qolsak, Tursun qiz ya'ni shu Guliston oldingi tanlashimiz bo'ladi. To'g'ri, ha. Xaltız. Pek ta'sirlib ketdi hozir. Savrdan ustozga yarabdim. Ben demiştim ki de ay ondan sonra hozir rahmat Savrdan ko'p rahmat. Bir etotdan Ariya ya bo'lmasa o'rinlashdan aktyorlikdan bir Ariya ko'rsak bo'ladimi? Ustoz ruxsat qilsa. Ruxsatmi ustoz? Onunla hem de öz yalnız oynab biraz bulam dedi. Ya, qo'rqma. Chuqum Savrdan moslash kerak, to'g'rimi? Berib pichir deb qo'yaymi? Ha, ishqilani bir moslashinglar ekan. Bo'ldi olsa. Ha. Ay, makullarına çıkıvaydın ben de yemek yemek senden söylüvaydın ama yollarına. Ayşe ağlığa ne dedim, beni başlatmadı o. Ay baba yazın ne? Mağla koyun ne mi? Kalçı dağlama bir yapta kaldığına ya söyle. Hey, kaltı sepir programı bak ya. Şu nevriler çıkıdı daydı ama bizden nevriler talınıptı. Hey. Kızlı mı? Tamaşibim bopta dedi pankay. Hey, ay gelsen diyeceğim kazamalı onda demede de ya sen çıkacağlar. Çıkışına değdi bir sahnede durur dikenmiş. Vay, sikimiz ki nimba mahçi ketken de ya de. Ay bizim yarışımız ben bu kaşıklarını edip, popomlarını sürgen çıkıp bakmayın ben bu baba. Oy, mandalı karşı adamın kekek okşak kapsa. Ay beni
Oy ya çaylı kızlar bak beni apasan ziyan tatıp kalsa. Kere kaldımı duymayla baba vay. Ay. Aşağıya benim Tıraylık kısıkı kalışlarla ben çiçeklerini sakalarını söylemedim ben çiçeklerini. Ya elimi oy şunu peşimize koymadan bana ya. Ayakta var ya keçki kalımız bu ne? Ona ki ısılarıyla nakli eğitimi sıvar sıvarıyla değdi ya. Ay usul oynar dese kahalın oynasa ya o. Ay ya oynarlar bir şey bu. Başta oynap ziriştirmegen de beni. Öyle ondan mamay bu bana. Kadakalımız barallık. Sen bilen biz mi kaltısladım boğan iken körp bakmayınız mı? Bana. Ha bak ben kesinlikle. Rahmat Yusuf uzunlar yaxshi ko'rayotgan mush kasblarda texnik yaxshi natijalarni qo'lga kelib ko'rishinglarni uchun yuragimda umid qilaman. Unda olsa men so'rab ketdim. Başladık. Gülistan 3 sual var. Çoxum şipadınızın yaxşı bulduğanlıqıga işinimen. 3, 2, 1 başlandı. Kök toz Nepal'ın dövlət quşu mu yoki Hindistan'ın tez yap verin. Hindistan. Ya cavabın soğur bolu yaxşı. Elimizki en ısıq göl Yangbajin külü mü yoki Sayram külü mü tez yap verin. Yangbajin. Ha cavabın soğur bolu yaxşı. Deniz pili şimali kutupda yaşamdı yoki Janubi kutupda mı? Şimali kutupda. Hay to'g'ri. Endi navbat savrdan keldi, savrdan o ishbasini yaxshi bulduğanlıqqa işimiz shundaqmi, ha? Hamsa boshlab ketdik. 3, 2, 1 boshlandi. Shovqin surandan bulg'unish fizikalik bulg'uni shundaqmi? Ha, javob to'g'ri bo'ldi. Pingvin qushmi? Qush. Ha, qush javob to'g'ri bo'ldi. Yaxshi, Yevropadagi tumanliq poytaxt deb atalg'ini Parijmi yoki Londonmi? London. Voy, yaxshi. Ikkinchisi to'g'ri javob berasiz, yaraysiz. Güzəlliğimiz ifadəsi bizning oylig'imizni yaxshi botidi, chunki suyumlik chalto'lanlarimiz bilan bir sahnada turib qatnashish haqiqatan oson emas. Har qanday bir mayir qatnashsa, meningcha sizlar bilan musobaqalashsa cho'qim jiddiylashadi, lekin sizning ifadəniz yaxshi botidi. Yaraysiz qaltis davomliq tirishing. Hamsi boshladik. 3, 2, 1 boshlandi. Miyani sog'lomlashtirishning eng yaxshi usuli uxlashmi yoki g'idiqlashmi? Tez javob bering. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Jungodagi eng cho'ng ishki quruqliq tuzsiz kulib bag'rash kulimi yoki lopnur kulimi? Lopnur guli. Hatta bag'rash guli. İtaliyadagi bir shaharni harakatga yarartab jutayotgan. Undaq bo'lsa bu shaharning ismi Pompeyi qadimiy shahri shundaqmi? Shundaq. To'g'ri. Qo'rqayotganingizga bek tabiiy jiddiy qo'rqdingiz. Ifodingiz yaxshi bo'ldi. Ya'ni ikki savolimizga to'g'ri javob bera oldingiz. Jungodagi eng cho'ng ishki quruqliq tuzsiz kuli bo'lsa, bag'rash kuli. Rahmat. Sizga rahmat. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırıcı. Vay neminəng? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırıcı. Vay neminəng? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Arap iş bo'lgandan keyingi yaranchiqdan qutlanmadingiz. Siz qanday xizmat ko'rman deb ishingiz tugatamdi. Jigarni mayqatlab tutishni ansiramadimsiz. Sho'lakdan jigarni asrash masjidning ishi bir usulni chavri sizning bo'lganlaringizni qilas. Ko'rayotganinglar Şinjan FL madaniyat tarqatish şirkati boshqargan. Shangang bilansi doğruluq qirım buyumlari chekish şirkati tajdarligini o'z ustiga olgan Men Qaltis programmasi. Xo'sh, mana programmamiz oxirlash bosqichiga berib qoldi. Bugungi san programmamizga qatnashgan mahirlarimiz, cho'lponlarimiz, mehmonlarimiz nihoyatda qaltis ifodasini bildirdi. Shundaq, haqiqatan bu ilgirishlarning o'z kasbinglarda yaratgan natijalar bilan suyungan bo'lsak, bugun sahnamizdagi kichik belliqinglar, kamtarliginglar, hozir javobliginglar, shundaqla ifodanglarning haqiqatan bu bizning o'ylig'imizning yaxshi bo'lganligi bilan yana bir qitim bizda cho'nqur ta'sirotlarni qoldirdinglar. Haqiqatan qaltis deyishga loyiq suyumli mehmonlarimiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, agar sizmi o'zingizni qaltis hisoblasangiz, mana shu sahna davomli sizni qarshi olib turdi. Shundaq, albatta hammamiz qaltis. Mana shundaq qaltisligimizni ifodalaydigan, namoyon qiladigan bir sahnaga muhtoj bo'lishingiz mumkin. Darhol harakatga keling. Ekran ostidagi shu taratqular orqali Men Qaltis programmamizni to'liq ko'ra olasizlar. Shundaqla mana shu taratqularga programmamizga nisbatan qimmatli taklif fikrlarni qoldirib qo'yishingizni chin yuragimizdan umid qilamiz. Rahmat. Shundaq, bugungi san programmamizni Shangang bilansi doğruluq kirim buyumlari chekish shirkati alayda qo'llagan. Minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla Shangang bilansi doğruluq kirim buyumlari chekish shirkatining bundagi barliq ishlarga utuq tilaymiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik. Amon bo'linglar. Xayr xo'sh. Shu vaqtingizdan boshlab Gulshan Mamat Tursunning filmini ko'rib cho'ng'ib Yana bir
ishini o'tgandan keyin yana bir bolamiz bo'ldi. Endi to'xtab Yılda bir katılımıza kalmakçı mı ya ki? Büyük egiz yo'l uzun, g'ayrat qancha zo'r. Uy. Ben bir şey ağrı kurun sen çatıp Hay, dikkat kılınlar, kısırından söyleyeyim olmanla ha. Göz tarçıqınki mitliq siyosatçı qo'ymas. Yana keyingi sonlarimizda navri inillarimiz bo'lsa, navri aqllarimiz bo'lsa, taklif saq qilaverasiz. Bag'rash filmi yoki Lopnur filmi tez yoping. Lopnur filmi. Qataq qo'ying.